300 million so'm kredit olganman. Ushbu kreditlarni to'lay olmasam qamalamanmi? Ko'pchilik obunachilarimiz tomonidan shunday savollar kelib tushmoqda. Men rahbarlik qilayotgan firma nomiga yoki o'zimning nomimga juda katta miqdorda kredit olganman. Bugungi kunda ushbu kreditlarni to'lashga imkoniyatim yetmayapti degan savollar kelib tushmoqda. Bunday holatlarda sizga bank xodimlari ushbu qarzdorlikni to'lash haqida talabnoma bilan chiqishadi. Mana shunda ham to'lay olmasangiz ishingizni sudga oshiradi. Sudning hal qiluv qaroriga asosan MIB undiruvni sizni ish haqingiz, mol-mulkingiz, daromadingizga qaratiladi. Agar sizning nomingizda mol-mulk bo'lmasa, ish haqingiz bo'lmasa, daromadingiz bo'lmasa, bunday hollarda ijro ishi tugatiladi. Qilib aytadigan bo'lsak, siz kredit to'lay olmasangiz, ijro nazorati sizning nomingizdagi mol-mulk va ish daromadingizga qaratiladi. Agar ish daromadingiz bo'lmasa, nomingizda uy-joy, mol-mulk bo'lmasa, ijro nazorati to'xtatiladi. Kreditingni to'lay olmasang qamalasan yoki farzandlaring to'laydi degan so'zlar asosi mutlaqo asossiz. Agar sizda kredit bilan bog'liq savollar tug'iladigan bo'lsa, kommentariyaga kredit so'zini qoldiring, biz batafsil javob berib ketishga harakat qilamiz.